Svarishman, o'zimni klientlarim bor, Instagram ochsam deysam, to'ppa-to'g'ri. Albatta, har qanaqa kasb bo'lishidan qat'iy nazar Instagram ochib yurg'izsangiz, albatta bu natija beradi. Qilganda ham zo'r kontent qiling, foydali bo'lsin. Har bitta, misol uchun, svarkani olasizmi, svarka qilyapsizmi, o'sha svarka ishi bo'yicha foydali fishkalar aytib keting odamlarga. Shunchaki svarka qilayotganingizni ko'rsatmang odamlarga. Har bitta ishingizda elementar odamlar tushunmaydigan yoki odamlarga foydali bo'ladigan bir jihatini toping qilayotgan ishingizda. Masalan, fermalarni, masalan, tomga yopiladigan fermalarni svarka qilyapsiz, ferma yasab olsa, masalan, armatura ugoloklardan. O'sha ugoloklarda qanaqa razmerda bo'lishi tavsiya qilinadi, plyuslari, minuslari, rasxodlarini ayting odamlarga. Narxi qiziq ekan ko'pincha. Narx-navolar haqida ko'proq gapiring, summalar ko'proq ishlating. Mana shunchaqa narxga mana bunaqa narsa qilsangiz bo'ladi, o'rniga mana bunaqa narsa ham qilsangiz bo'ladi. Muqobili bor, alternativi bor, mana bunaqa narsa qilsangiz ham bo'ladi deb, ya'ni har bitta sizni video chiqishingiz oddiy bo'lish kerak emas. Shunchaki ishingizni ko'rsatmay, maslahatlar berib boring insonlarga. Ya'ni ko'rgan odam sizni mutaxassis deb qabul qilsin. Mutaxassis deb qabul qilish uchun albatta siz har bitta videoyingizda odamlarga mutaxassis sifatida tavsiyalar, maslahatlar berib boring. Qilmaslik kerak bo'lgan nimalarni aytib keting. Nimalarni qilib bo'lmaydi? Nimalardan odamlar ehtiyot bo'lish kerak? Yoki nimalarni qilish kerak, zarur narsalar. Mana shu sekin har bitta anaqada kontent bor o'zi. Har bitta sohada kontent bor. Men yaqinda bitta bolani videosini ko'rib qoldim-da, mana shu Instagramda. 5 metrga 3 metrlik kichkina butkada do'kon ochganda 20 yashar bola ekan. U meni mahallamda ekan, keyin bilsam, Yusobotli bola ekan. 20 yashar bola otasidan, onasidan olgan yig'gan pullarni yig'ib, o'zi ham ozgina malarchilik qilib, ustachilik qilib, ishlab, pulini ishlatmay yig'ibdi-da. O'sha 3-4 uyini bitta xonasini eshigini ochib, ko'chaga ochib, qaratib, oyna ochib, do'kon ochibdi o'sha yerdan. Bir 15 xil, 20 xil mahsulotlar olib kirib qo'ygan. O'sha tvorog, boshqa o'sha mahallada kerak bo'ladigan, ya'ni mahsulotlar, oziq-ovqat. Kichkinagina do'kon, oddiy deb ko'rsangiz, oddiy, juda ham oddiy. Lekin kontent qotdi-da o'sha bola. 3000 taga yaqin nimasi bor ekan, obunachisi bor ekan. Har bitta videosi 100 minglab ko'rilgan. Ishonasizmi? 3000 ta dona obunachisi bor-da, lekin har bitta videosi shunaqa zo'r olingan, shunaqa tabiiy, shunaqa samimiy olyapti. Ya'ni uyalmayapti-da, u shunaqa kichkinagina do'koncha qilib qo'yganidan uyalmayapti. Oldin odam uyalardi-ku, ko'chada bunday stol chopib qo'yib, qurt, mana narsalar sotib o'tirishsa, oldin odamlar uyalgan. O'zi aslida uyat emas, halol kasb-ku. Mana hozir mana shu bola odamlardagi mana shu stereotipni yo'qotdi. Uyalish degan narsa, kichkina narsasidan uyalish. Kichkina joyga o'zini uyidan qilib qo'ygan, do'koncha ochib, eshiklarini ochib, o'zi remont qilibdi-da. O'sha g'ishtlarni olib tashlab, ko'cha tomondan eshik ochgan, mahallaga qaratibdi. Do'koncha qilib qo'yganda, arzimagan narsa qo'yib qo'ygan do'konning ichiga. Lekin o'shani zo'r kontent qilyapti-da, qiziq qilib boryapti. Ana orada ozgina kulgili gaplar qo'shib qo'yar ekan. O'zim ham mazah ko'rdim-da. Haqiqatan mana qilsa bo'lar ekan. Hozirgi kunda hamma sohada kontent nimalar bor, kontent bor. Mana oddiy mana oyoq kiyim ta'mirlash degan kasb bo'lgan, kasbchilik. Oldin mana shu sohadagi odamlar ham uyalgan. Negadir? Kasbchilikda. Mana hozir mana dahshat kontentlik chiqib ketdi. Oyoq kiyimlarni ta'mirlab berishyapti-da. Million odam tomosha qilyapti, ketma-ket klientlari bor. O'zim ham hatto bittasiga obuna bo'ldim. Chinozorda ekan, hozir nomi esimda-yu, o'sha oyoq kiyimni ta'mirlab berar ekan. Eski oyoq kiyimni olib borib bersangiz, shunaqangi zo'r ta'mirlab beryapti, yengil qilib berar ekan-da. Ustiga boyalarni boshqatdan bo'yab, ichidagi podoshovani anaqalari buzilib ketgan bo'lsa, ularni ham yengilab, tekis qolipdek qilib chiqarib beryapti-da. Shunaqa zo'r kontent qilyapti. Qoyil qolasiz. Ana oldin odamlar mana sohadan uyalgan. Men kasbman, oyoq kiyim ta'mirlayman degan odamlar sal iymanib yurgan jamiyatda. Aslida halol kasb-da bu, zo'r kasb. Mana hozirgi kunda Instagram tarmog'i, kontent qilish degan narsalar rivojlanib ketdi-ku. Qilsa bo'ladi. Mana sun'iy intellektdan foydalanadi yana mana. Mana sohaga ham shuni qo'shib ketsam bo'ladi. O'sha svarka ishi bo'yicha ishlamoqchi bo'lsangiz, sun'iy intellekt bilan maslahatlashing. Nima qilsam zo'r auditoriya yig'iladi, nima qilsam qiziq chiqadi videoyim, men svarishman.
deb maslahat so'rang, zo'r anaqa qilib beradi sizga. Maslahatlar beradi. Kerak bo'lsa yozib ham beradi, ssenariy qilib. Nima ketdi degan nima qilishingiz, gapirib berishingiz. Kerak bo'lsa bir oylik reelslaringizni mundarijasini qilib beradi. Har kuni gapiradigan mavzuyingizni keltirib beradi kerak bo'lsa. Mana shunaqa qilib bir chekkadan qilib borsangiz, shu videolarni kontentlaringiz rivojlanib, chiroyli bo'lib, odamlar kelisha boshlaydi. Mana soha ham odamni ko'rishi boshlaydi. Mana anu Malyar usta bolalar bor. Malyar uz degan nima borda Instagramda. Shunaqa zo'r kontentlar qilishadi, obyektda bo'layotgan tabiiy jarayonlarni ko'rsatishadi. Rolni yeb o'tirganini olib ko'rsatadi, obyektni bitta salto otadi, yonida turib olib. To'g'ri, ozgina yumor bor, lekin mana zo'r deb o'ylayman o'shalarning ishi ham. Million odam ko'ryapti. 100 mingdan oshiq obunachisi bor ekan o'sha anaqani, sahifani. Oddiy jaydar yigit bolalar ustachilik qilyapti-da, bahonada orada kimdir videoga olib turadi. Professional emas videolar, oddiy, juda ham oddiy telefonda olingan. Hech qanaqa ssenariy yo'q, samimiy hammasi, hayotiy hammasi. Hozirgi kunda odamlar shunga ishtiqoz. Suniylikni уже hech kim qabul qilmayapti. Mana chiroyli dekoratsiyalarda o'tirib olib, chiroyli akkuratni nima ko'ylaklarni kiyib olib, mikrofonlarni ham qisib olib yoki mamkanda mikrofonlarni olib kelib olib, gapirib o'tirganini odamlar hazana qilmaydi uncha. E'tiborga olmayapti hozirgi kunda. Chunki odamlar tushunyapti tabiiylik bilan suniylikni. Aynan mana shu sizni sohangiz, sevarka masalasi eng hozirgi kunda qiziq mavzulardan bittasi. Va uni qiling, kontent qiling, chiroyli qilib kontent qiling, samimiy qilib qiling. Hech qanaqa qilish shart emas. Uyalmang, qilavering, zo'r bo'ladi.